Har bir o'quvchi dars qilish uchun unga vazifa belgilanadi. Ya'ni bugun 20 bet kitob o'qilishi kerak, yangi lug'atlar yodlanishi kerak. Aytaylik, har bir bolaga 5-6 xil vazifa bor. Men o'quvchilarga nima maslahat beraman? Hech qachon shu vazifalaringizni tugatmay turib uxlamang. Inson mana shu bitta nimadir qilay deb vasvasalangan paytida o'zini ushlay olsa, barcha vazifalarni o'z vaqtida tugata oladi. Agar inson aldansa, bo'ldi, kirib ketib qoladi. Har dam bir kitob o'qiyman yo boshqadan saqlaman degan payti xayolida o'sha o'tib turadi. Fokus bir joyda emas, diqqat bir joyda emas. Aql bilan nafsni boshqarib turgan holatingizda siz vazifalaringizni tugatib, ishingizni qilib, o'sha yotgunga qadar agar hamma ishingizni tugatsangiz, agar ertaga vazifangizga tayyor bo'lasiz. Hech qachon unutmang. Ertaga qoldimi, bo'ldi, unda o'zgarish bo'lmaydi. Tamom. Muzlayda qoladi, umuman o'zgarish bo'lmaydi. Ertaga qila olmaysiz, aniq. Bu kecha qila olmadingizmi? Mana bu tarjima qoldi, 10 beti. Bo'ldi, ertaga 10 bet tarjima qolgan holatda sinfga kirasiz. Garchi ertaga siz darsingizga 10 soat vaqtingiz bo'lsa ham, siz unga ulgura olmaysiz. Men bu narsani necha yildan beri ko'raman. Buni hamma ustozlar ham bilishadi. Ustozlarimiz ham aytishgan. Vazifani o'z vaqtida qilish kerak.